Bu piyanino qayerga qo'ysam ekan, mana shu yerga qo'yib ketaymikan? Da bular mana shu tep-tekis joy ekan, mana shu yerda qoldiraman, tamom. Hozir mashinamni olib kelaman, mashinaga yuklab keyin olib ketaman. Qayerda edi mashinam? Shu tomonda edi shekilli. Xo'sh, ishga tezroq borsam, tezroq ishni tugatib qaytarim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videodasiz. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosib oxirigacha ko'ringlar. Mana bu yer yomon musor bo'lib ketgan, ko'ryapsizlar. Mana o'zim ham ustiga birlikda musor tashlamoqchiman. Qanchalik ko'p musor bo'lsa, shunchalik bu muppa musor bo'ladi. Musorni ko'paytirish xizmati bor. Qancha musor kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar menga. Bor, o'shancha musor tashlab beraman. Uyimning orqasiga musorxonani qo'yganim noto'g'ri fikr bo'lgan ekan, chunki ba'zida hidi kelib turadi. Juda ham rasvo degani. Mayli, e'tibor ham bermayman unchalik, chunki e'tibor beradigan bo'lsam keyin o'sha hidni hidlagim kelaveradi. Hidlaganimdan keyin u rasvo hid bo'lgandan keyin burunni qitiqlaydi. O'shaning uchun iloji boricha musor haqida o'ylamaslikka harakat qilaman. Musorni o'ylamasam keyin hidi ham kelmaydi. O'shaning uchun stop, bu yerda qanaqadir qora narsa turibdi. Nima ekan bu? Chuma otmi? Yo'q, qanaqa ot? Otga o'xshamayapti-ku bu. Pianinami? Da, rostdan ham pianinaga o'xshayapti. Buni kim bu yoqqa qo'yib ketdi? Menimcha kimdir chalish qilib kelgan o. Tak chalib ko'raylikchi. Chalishni bilmayman axir. Tak dahshat pianino ekan. Menga juda ham yoqdi, katta ekan. Mendan bir 4 ta keladigan kattaligi. Mayli, kimdir qo'yib ketgandir, balki keyinchalik olib ketar, balki shunchaki qo'yib ketgisi kelgandir yoki musorga tashib ketyapman deb o'ylab shu yoqqa qoldirib ketganmi, bilmadim. Mayli, gaz topilib qoladi. Janob merdan so'rab ko'rayinchi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom, nima gap? Mana bu yerda qanaqadir pianino bor ekan. Ha, ko'rdim. Egasi hozir kelsa kerak qo'yib ketgandi. Kimniki ekan bilmaysizmi? Bir qariroq odam ekan, bilmayman kimligini. Tushunarli. Unda mayli, men ketdim. Ha, bo'pti, boraver. Egasi kelsa, demak, olib ketadi dedi janob mer. Mayli, o'zi biladi egasi keladimi, kelmaydimi. Men esa o'zim do'konimga kirib savdo ishlarini boshlab yuboray. Eshikni kalitini olib kelmabman-ku. Mayli, hozir ochib ko'rib bo'lmaydi-ya, borib olib kelaymikin endi. Ana u kimida do'stim olib ketgandi kalit shekilli. Hozir SMS yozib qo'yayin telefoniga, olib kelib beradi yoki uyimga qo'yganmidim. Menimcha berib yuborgandim, chunki avvalgi videoni ko'rgan bo'lsanglar agar, videoning oxirida keldida nimadir dedi, kalit olib ketdi. Yo'q, berib yuborgan ekan. Men rostdan ham bu ketmonim axir. Как раз ketmon kerak edi o'zi poliz ekinlarini tozalashim uchun. Polizda ham ko'p hosillar pishib qolibdi. Hosil bo'lgandan keyin pishadi. Nima hosil pishmay o'tirmaydi-ku, meni kutib o'tirmaydi-ku, qachon keladi jo'xa kelsa pishamiz. O'z kelgan paytim pishib tayyor bo'lgan ekan, lekin mayli, juda ham yaxshi pishib qo'ygani, bu juda ham soz degani. Xo'p, qaytarib ekib qo'yaman endi bittalab. Ikkitalab eksam ham bo'ladi, ikkita qo'limga olib turib, lekin baribir ikkita qo'limga olganim bilan bitta joyga ekiladi. Ikkita joyga ekib bo'lmaydi. Tak bu tomonga bug'doy ekamiz. Bug'doylar ham 40 ta urug' bergan bo'lsa, bemalol ikki qatorga bug'doy eksa bo'ladigan sharoit bo'pti. Men bu yerga sabzi ekamiz. Tak sabzilarni ekib turib, birinchi qatorga keyin yana nima eksam, birinchi qatorga ham sabzi ekaymikan. Bilmadim, birinchi qatorga bug'doy ekib olamiz, chunki bug'doyda urug'i ko'p, ko'rib turibsizlar o'zingizlar ham. Xo'p, mana takoy. Menimcha hamma yoqqa ekib bo'ldim, kamchilik qolmadi. Endi bu soliqqa borib topshiraymikan poliz ekinlarni. Farqi yo'q, sher qaytarib qo'ysam ham, keyinchalik janob merga borib topshirsam ham bo'laveradi. Hozir zarur emas, chunki agar soliq kerak bo'lsa, janob mer o'zi telefon qiladi. Mayli, bu gal aqllilik qilib turib o'zimdan bilib olib borib berayinchi, qani janob mer nima der ekan? Maqtarmikan yo maqtamasmikan? Jo'xa, sen aqllisan, sen zo'rsan deb agar maqtasa, har doim o'zimdan bilib olib kelib topshiraveraman. Ammo brat nima qilyapti? Assalomu alaykum brat. Va alaykum, jo'xa, nima gap? Kompyuter o'ynaysanmi? Yo'q, shunchaki yoningizga salomlashgani kirgandim. Ha, juda ham yaxshi-da. O'zing qalaysan? Yaxshi, o'zingiz ham tinchmisiz? Короче, mana shunaqa odamlar bilan ko'rishib yurish menga yoqadi. Mana pianino surilib qolibdi. Bu tomonroqqa turgandi-ku. Demak, buni kimdir surib qo'ygan narigi tomonga, tushunmadim. Qanaysiga bu yerga turgan narsa u tomonga paydo bo'lib qoldi. Tushunarsiz, kimdir menimcha o'tib ketayotganda xalaqit bergani uchun surib yuborgan. Yo'q, mana bu yerdan o'tsa bo'lardi-ku. Nimaga bunaqa qildi? Tushunmadim. Mayli, o'zi bilan kim qilgan bo'lsa ham, bu teshikka nima kirib ketyapman. Janob mer, soliqlarni olib keldim. Men senga olib keladimmi? Yo'q, olib kelmadingiz, lekin olib keldim. Nima, sen so'ramasang ham ish qiladigan bo'lib qolganmisan? Yo'q, janob mer, tushunmadingiz. Men axir yaxshi ham olib kelding demaysizmi menga? Nimaga der ekanman? Nimaga olib kelding hozir? Shunchaki
Mayli, короче, soliq to'lashga keldim-da, janob mer. Shu maqtaysiz deb o'ylagandim, oldinroq olib kelsam. Nimaga seni maqtar ekanman? Maqtamayman hayotda. Bo'pti, farqi yo'q. Menga umuman o'zingiz bilasiz, xo'pmi? O'zim bilaman aytmasang ham. Aha, tushunarli. Demak, sizdan maqtov eshitish uchun kamida zo'r odam bo'lish kerak-da. Qanchadir puli bo'lishi kerak odamni. Nima deganing bu endi? Nima deganim? Siz maqtashingiz uchun men hamma sovg'alarni vaqtida olib kelgandim. Mayli, malades, zo'r gap yo'q. Bo'ldimi? Eshitdingmi? Chiq endi bor ishlaringni ko'r. Hozir taxlab qo'yibman, chiroyli qilib qarang. Sen aqlli bo'lib ketyapsan kundan kunga o'zi. Shuda, ko'ryapsizmi? Aqlliligimni his qilyapsizmi? His qilyapman, bor endi, ishingni his qilsam ham. Mayli. Xo'p, kalit top keldimikan, do'stim? Menimcha olib kelgan shekilli. Qancha vaqt kutaylik? Ochib ketmabdimikan? Yo'q, ochib ketmagan. Bu qachon olib kelarkin-a? Do'stimni olib kelishini kutib o'tirmasdan borib o'zim olib keldim shahardan mashinam bilan. Mana o'sha kalit bilan hozir do'kon ochaman-da, savdoni boshlab yuboraman, chunki klientlar ko'p bo'lib qolgandi ertalab. Lekin qayoqqa ketishgan hayronman, ko'rinishmayapti. Balki keyinchalik kelishar yana qaytib ochamiz. Menimcha, yana ochilmay qoldi-ku. Nima bu, kalit tushmayaptimi, nima balo? Yo'q, buzib ochaymikan? Borib uyimdan hozir taporimni olib kelay. Buzib ochmasam cho'ta buni ochib bo'lmayapti. Menimcha nimadir bo'lganda kalit tushmay qolyapti. Balki moylash kerakdir. Yo'q, bu narsani momo bo'lsa moylash kerak deyaveraman. O'rganib qopman qaranglar moylashga. Qani edi, hammani taporda oldim. Sindirib ochamiz. Boshqa ilojisi yo'q eshikni ochishda. Nimaga bunaqa bo'lganini tushunishim uchun avval eshikni bir ochib ko'rishim kerak, nima bo'lganini atrofdagi. Balki boltlari qotib qolgandir yoki yechilmay qolgandir yoki nimadir bo'lgan. Men atrofini sindirib turib atrofidan kirib olsam ham bo'ladi mana. Balki ichkaridan qulflanib qolgandir. Hozir ko'ramiz. Yo'q, ichkaridan qulflanib qolmagan. Shunchaki tushunmadim. Eshik qani? Eshik qolib qoldi-ku. Obbo. G'alati-yu. Mayli, hozir uyimdan borib birorta eshik topib kelaman yo yasab kelaman, ammo eshik g'alati bo'lib qolgan ekan o'zi. Birak ekan bu eshik. O'shaning uchun undan endi qaytib foydalanmayman. Tinchgina yangi eshik olib kelamanmi, sotib olib kelamanmi, yasab olib kelamanmi, qizig'i yo'q. Uyimda eshik yo'q-ku, taxta bor. Taxtadan eshik yasasa bo'ladi, bemalol. Xo'p, mana bo'ldi, все. Endi eshikni borib qo'yaman, xohlagan joyimga, xohlaganimcha foydalansam bo'ladi. Bittasi yetadi menga, ikkitasini keragi yo'q. Mana aka, bo'ldi, ketdim endi. Hozir olib borib buni qo'yaman-da, mana bu kalitni moslashtirib tushirib qo'yish kerak. Chunki bu kalit ochish uchun eshikka mos bo'lish kerak. Agar eshikka mos bo'lmay qolsa, ochmay qoladi. U yomon degani. O'shaning uchun ichkaridan qo'yiladi albatta. Noto'g'ri qo'yib yuboribman-ku. Obbo, taporimni tashab ketman. Endi buni qanday sindiraman-a? Mana amallab sindirdim. Menimcha, mana mos tushdi, ko'ryapsizlarmi takoy. Endi o'tirib klient kutamiz. Xo'p, kimdir Jitel? Assalomu alaykum, Jo'xa. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zing qalaysan? Menga nimayda snayper va birorta qurol berib oling. Snayper senga mos tushmaydi. Senga mos tushadigan qurol beraman. Hujjating bormi? Mana hujjatim. Telegramingizga tashab qo'ydim. Bo'ldi, hozir ko'raman. Mana pullar bo'ladimi? Bo'ladi. Yana nima kerak? Paka boshqa narsa kerak emas. Mayli, unda hamma yerga imzo qo'yib ketchi. Hozir mana, bo'ldimi? Bo'ldi, boraver. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Bo'pti, sen ham sog' bo'l. Nimani qarayapsan? Imzom chiroyli yoki xunuk ekanligini ko'ryapman. Bo'pti. So'ra endi bu yoqdan. Kech tushibdi-ku, men bo'lsa o'tiribman bu yerga. Endi uyga borish kerak-da, kanishina kech bo'lgandan keyin borib uxlash kerak. O'sha bitta savdo bo'ldi. Yana eshikka nimadir bo'ldi. Obbo, bu eshikni yana sindirib qayta qo'yamanmi? Bu eshik cho'ta nimadir qilyapti. Boshqacha eshik qo'yish kerak bu yerga. Yana qo'limdan yo'qolib qoldi-ku. Nima bo'lyapti? Shu yaramas jitellik bir marta kirib chiqsa shunday bo'lib qolyapti. Shu jitellar aybdor hammasiga. Hozir borib yana eshik olib kelaman uyimdan. Bitta 3 ta ortiqcha olib kelib qo'yish kerak. Bu kim bo'ldi ekan? Pianinoning egasimikan? Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Qalaysan yigitcha? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi, rahmat. Bu pianino sizdanmi? Mendan. Mashinaga yuklamoqchi edim, kuchim yetmayapti. Ko'tarish bor. Ko'tarish boray? Ko'tarish, olib borib mashinaga joylaylik. Mayli, farqi yo'q. Mashinangiz qayerda? Ana o'ng tomonda. Bo'ldi, hozir. Yo'q, o'ng tomonda mashina ko'rinmayapti. Chap tomonda bitta mashina bor ekan. Yo'q, o'ng tomonda. Aytganni qil, olgin, ketdik, olib borib o'rnashtirish menga. To'xtab turing-da, avval mashinangizni ko'rishim kerak. Qayerda joylashganini? Mana bu tomonda ekan, mana mashinam chap tomonda ekan. Ya'ni mendan o'ng tomonda ekan, sendan chap tomonda ekan. To'g'ri, mendan o'ng tomonga, sizdan chap tomonga.
Shunaqami bilmayman, короче, ol tezroq. Kuchim yetmayapti lekin biroz, bratан. Nima, kuching yetmay shunchalik kuchsizmisan birashga? Yo'q, bu kuchsizlikdan emas, просто og'ir narsa-da, bratан. Meni ham o'z me'yorim bor qanchalik yuk ko'tarishimda. Demak, rostdan ham kuchsiz ekansan. Davay, qoch, o'zim ko'taraman bo'lmasa. Yo'q, to'xtang, yordam berib yuboraman. Unda ko'tar tezroq. Mana hozir, obbo. Qayerda edi mashinangiz? Ortimdan kel. Sendan o'ng tomonda, mendan chap tomonda ekan. Shunaqa desam ishonmadingiz-ku. Endi ishondim. Davay, mashinani orqasiga yukla. Hozir bagajingiz ochiqmi? Mana ochdim. Yaxshi. Mana pianinoni joylashtirdim. Juda ham yaxshi bola ekansan. Rahmat senga kattakon. O dachigini o'chirib qo'ying, zaryad ketib qoladi. Aql o'rgatma menga, o'zing o'chirib ber. Bo'pti, hozir mana tak nima o'chmayapti bu. O'chmaydigan qilib qo'yganmisiz nima balo? Yo'q, o'chmaydigan qilmaganman, o'zi shunaqa bo'lib qolgan. Tushunarli bo'ldi, mana o'sha shekilli desam hali ham o'chmagan. Nima bunaqa bo'lib yotibdi mashina? Qanday haydab yuribsiz? Dachiga o'chmasa nahotki? Bo'ldi, короче, o'zim o'chirib olaman. Sen tushunmas ekansan, mashina haydashni bilmas ekansan. Bo'pti, shunaqa qiling, o'zingiz tinchgina qanisiz? Shu yerdaman, qo'rqma, ketganim yo'q. Qo'rqayotganim yo'q, bratan, nimadan qo'rqaman? O'zingiz o'chirib oling, короче. Bo'pti. Rahmat senga tashishganing uchun pianinamni. Yana nima, biron nimangiz bormi yana? Mana o kreslani ham olaymikan? Yo'q, u bizning qishloqimizning kreslasi-ku. Sen nima qilyapsan bu yerda? Nima ish qilasan o'zi? Kimsan? Ismim Jo'xa, qurol do'konida savdo qilaman demoqchi edim. Yaxshi-da, menga ham qurol bersanmi? Yo'q, bobo, qariyalarga qurol berilmaydi. Nima uchun? Qariyalar ko'z yaxshi ko'rmaydi, shu sababdan noto'g'ri joyda otib qo'yishi mumkin. Mayli, bo'pti, o'zing bilasan. Pullar yetadimi qilgan mehnating uchun? Sizga pul bering deganim yo'qdi-ku. Menga buncha pulni nima berdingiz? Shunchaki pianinani ko'tarishganing uchun. Bo'pti, rahmat. Mayli, sizga ham rahmat, lekin buncha ko'p pul berish nima keragi bordi? Mayli, 2 stak berib ketdi, bitta qurol berib yuborishim kerak edi. Lekin bitta pianinani oddiy ko'tarishganim uchun shuncha pul. Nahotki bu odam juda ham boy odam ekan shekilli. Mayli, kirib unda damimni olayinchi.